Pul bu energiya. Energiya esa diqqat. Sizni diqqatingiz kamroq bo'ladi, ko'p insonlarning diqqati ko'proq bo'ladi. Agar diqqatingiz yetarlicha pul ishlab topishga yetmayotgan bo'lsa, insonlarning diqqatini ham o'zingizga qaratgan holda o'zingizdagi daromadni ko'paytirishingiz mumkin. Bundan PR-chilar, Gollivud yulduzlari, mashhurlar foydalangan. Qanchalik mashhur bo'lsa, shunchalik ko'p insonlarning diqqatini jalb qilsa, shunchalik ko'p boyavergan. Ronaldoni ham misol qilsa bo'ladi bunga. Hamma uni yaxshi ko'rib, muxlislik qilgan sari u boyaveradi. Siz ham xuddi shu usuldan foydalanib, o'zingizning pullaringizni ko'paytirib olsangiz bo'ladi. Insonlarning diqqatini yig'ishda bitta nozik tomoni bor. Agar siz insonlarning nafrati orqali ularning diqqatini yig'sangiz, bundan kelayotgan pul kasallikka, muammolarga sarflanadi. Lekin insonlar yaxshi ko'rgan holda muxlislik qilsa, sizga ana undan kelayotgan pul sayohatlaringizga yoki yaxshi kunlaringizga sarflanadi. Shuning uchun nafrat orqali emas, muhabbat orqali diqqat yig'ishga harakat